Tafsiri muyassar. Baqara surasi. Nihoyat shafqatli ve mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Oxiratda azobni ko'rgandan keyin Allohga sherik keltirishda boshlamchi bo'lganlar o'zlariga ergashganlardan yiroqlashadi va dunyodagi chaqlarda ularning orasida bo'lib kelgan do'stlik, dindoshlik va urug' tuqqanchilik munosabatlarining hammasi uzilgan bo'ladi. Ergashguchilar, kashki bizga dunyoga qaytish mumkin bo'lsa edi. Dunyoda bizni o'ziga ergashtirganlar bugun bizni tashlab etgandek, bizmi ulardan ada-juda ekanligimizni e'lon qilatdik deb faryod qilishadi. Alloh qiyomat kuni ularga qattiq azobni ko'rsatgandek, qilmishlarining hasrat nadomatlarini chektirish uchun ularga o'zlarining botil amallarini ko'rsatdi. Ular do'zaxdan qat'iy chiqolmaydi. Ey insonlar, Allah sizlarga halol qilib bergan pok va foydali narsalardan yenglar. Shaytonning orqasiga kirib, haromni halol qilib olmanglar. Bid'at va gunoh sodir qilmanglar. Chunki shayton sizlarga o'p-o'chiq dushmandir. Shayton faqat sizlarni barliq gunoh ma'siyatlarga, barliq qilmishlarga halolni harom qilib etishdek, hech narsani bilmay turib Alloh nomidan yolg'onni to'qishga buyuradi. Mu'minlar ozg'unlarga nasihat qilib, Alloh nozil qilgan Qur'onga va hidoyatga ergishinglar desa, ular o'zlaridan ilgirki mushriklarni taqlid qilishdi ching turib, biz sizlarning dininglarga ergashmaymiz. Biz faqat ajdodlarimizning diniga ergishimiz deydi. Ularning ajdodlari Allah to'g'risida hech narsani tushunmaydigan va to'g'ri yo'lni topolmagan to'simi ularga ergishamdi. Hidoyatga da'vat qilguvchiga quloq solmagan kofirlarning ahvoli podshining chaqirig'ini tushunmay, tavushni va nidonini anglagan hayvonlarning ahvoliga o'xshaydi. Chunki u kofirlarning quloqlari haqiqatning sadosini anglashdan gasdir. Ularning tillari haqiqatni so'zlashdan gachidir va ularning ko'zlari haqiqatning dalil isbotlarini ko'rishdan ko'rdir. Shunga ular aqlini o'zlariga foydali ishlarga ishlatmaydi. Ey mu'minlar, biz sizlarga rizq qilib bergan halol yemekliklardan yenglar. Kofirlarga o'xshash halolni harom qilib oladigan va haromni halol qilib oladigan bo'lmanglar. Agar sizlar rostilla Allohning so'zini anglag'uchi, amriga itoat qilg'uchi va uning o'ziga ibodat qilg'uchi bo'lsanglar, Allohning sizlarga ato qilgan katta ne'matlarga tilinglar bilan, dilinglar bilan va amaliyatinglar bilan shukr qilinglar. Allah sizlarga faqat shariatning ko'rsatmasi bo'yicha bo'g'izlanmay o'zi o'lib qolgan hayvon, qon, to'ng'iz go'shi, Allah'tan boshqasining nomi aytilib bo'g'izlangan hayvon qatorliq sizlarga ziyonliq narsalarni harom qildi. Allah sizlarga o'z fazlidan o'ng'aylik yaratib berganlikdan sizlarga mushu harom narsalarni chorasiz qolganda yeyishni halol qildi. Kimki bu narsalardan o'z ixtiyoricha emas, ilojsizlikdan hayotini saqlab qolgudek miqdorni yeyishga majbur bo'lib qolsa, uningga hech gunoh bo'lmaydi. Sheksizki, Alloh bandalarining gunohlarini nihoyat mag'firat qilguchidir. Ularga bekmo mehribondir. Sheksizki, Alloh samoviy kitoblarda nozil qilgan Muhammad alayhisalomning sifati va boshqa haqiqatlarni yoshirdiganlar va bu yoshirish badaliga dunyoning arzimas manfaatiga erishishga qizg'idiganlar uning badaliga faqat yalqunjab turgan do'zax o'tini yeydi. Allah ularga g'azab qilganlikdan qiyomat kuni ularga so'z qilmaydi. Ularni kofirligidan va gunohlaridan poklamaydi. Ularga dardlik azob bor. Mushu sifatlarning egisi bo'lgan kishilar hidoyat badaliga ozg'unlikni, Allohning mag'firati badaliga azobni tanlagan kishilardir. Ular do'zax ahlining amallarini qilish orqali do'zaxga kirishga qanday jur'at qildi?
Allah dozaqqa kirishdan qo'rqmaydigan bundaq odamlarning holiga ajablanadi. Ey insonlar, sizlarmi ularning dozaqqa kirishga jur'at qilganligidan va dozaq azobida mangu qilishga naqadar chidamliq ekanligidan ajablaninglar. Ularning bundaq qattiq azobga kelishining sababi shuki, Allah kitoblarini payg'ambarlarga o'p-o'chiq haqiqatni o'z ichiga olgan holda nozil qildi. Ular bo'lsa bu haqiqatlarni inkor qildi. Samaviy kitoblar to'g'risida ixtilof qilishib, o kitoblarning ba'zisiga iymon etib, ba'zisini inkor qilguvchilar hidoyatdan va haqqoniylikdan intayin yiroqlashib ketgan ozg'unlardir. Allah buyurmagan bo'lsa, namozda kun chiqish va kun petish tarafga yuzlanish Allohning dargohida yaxshilikqa yetmaydi. Asli yaxshilik va barcha yaxshilik Allohga iymon etgan, uning hech sheriki bo'lmagan yagona ma'bud ekanligiga chin ishongan. Oxirat kuniga va o kundagi hisob berish, mukofot va jazo qatorliqlarga, farishtalarning hammasiga, Allah nozil qilgan kitoblarning hammasiga, payg'ambarlarning hech birini ayirib qo'ymay hammasiga iymon etgan. Allohni suyish yuzidan urug' tuqqanlarga, muhtojlikda qolgan yetimlarga, hech narsa yo'q miskinlarga, oilasidan va pul melidan ayrilib qolgan musofirlarga, qattiq muhtojlik sababli tilashga majbur bo'lib qolgan soillarga, qullarning, asirlarning ozodlikka erishishiga pul mol yordam bergan, namozni mukammal o'qigan, zakot bergan, ahdiga vafo qilgan, yo'qsullikqa, kasalligiga sabr qilgan, jihodga bardoshlik bergan odamlarning iymonidadir. Mushu sifatlarga erishgan kishilar iymonida rostchil kishilardir. Ani shular Allohning jazosidan qo'rqib, uningga osiylik qilishdan saqlangan kishilardir. Ey Allohga va uning payg'ambariga iymon keltirgan, islom shariatiga amal qiladigan kishilar. Allah sizlarga qasddan odam o'ltirgan qotildan birga bir qisos elishni buyurdi. Azod qotil o'zi o'ltirgan azod uchun o'ltiriladi. Qul qotil o'zi o'ltirgan qul uchun o'ltiriladi. Ayol qotil o'zi o'ltirgan ayol uchun o'ltiriladi. Qotil o'ltirilguchining egalari tarafidan afv qilinib, qisos elishning o'rniga diyat, ya'ni qotil jinoyatining kechirim qilinganligi uchun beradigan moddiy to'lamni berishga buyurilsa, her ikki taraf islom axloqi bo'yicha ish ko'rib, kechirim qilguvchi qotildan diyatni kuch ishlatmay chiroyliqcha talab qilishi. Qotilning mu diyatni kechiktirmay, kemaytmay to'liq berishi lozim. Qisosning o'rniga diyat elishdan iborat bu hukm Rabbinglar tarafidan kelgan yenikletishdir va sizlarga rahmatdir. Chunki buningda sizlarga o'ng'aylik va manfaat bor. Kimki qotilni kechirib, uningdan diyatni olgandan keyin uni o'ltirdi ekan, o'ltirguchi qattiq azobga duchor bo'ladi. O, ya bu dunyoda qisos uchun o'ltirilib azoblanadi, yoki oxiratda do'zaxga tashlanib jazolanadi. Ey sog'lom aql egallari, qotildan qisos elishga buyurish va uni ijro qilishda sizlar uchun xotirjam hayotlik bor. Bu sizlarning Allohga toat ibodat qilish orqali taqvoliqinglarni kuchaytirishinglar uchundir. Sizlardan bireylanga o'limning bishoratlari yoki uning alomatlari kelganda, agar mol dunyo qoldirib ketmoqchi bo'lsa, mol dunyosining bir qismini o'zining ota-onasiga va urug' tuqqanlarga adolat bilan vasiyat qilishi farz qilindi. Vasiyatni yo'qsullarni qayrib qo'yib boylarga qilish va mol dunyosining 1/3dan ko'pragini vasiyat qilish to'g'ri emas. Bu Allohdan qo'rqadigan taqvodor kishilarning qilishiga tegishlik ishdir. Bu miras oyati tushishdan ilgirki hukmdir. Kimki meyitning jon uzishdan ilgirki vasiyatini anglagandan keyin uni o'zgartib etadigan, buning gunohi uni o'zgartib etganlarga bo'ladi. Sheksizki Allah sizlarning vasiyatinglarni va barliq so'zlaringlarni anglab turg'uchidir.
Sizlarning adolat va haqiqat tarafdori bo'lish yoki uningdan chetlanib ketish qatorliq dilinglarda yoshirg'ininglarni bilib turg'uchidir. Kimki vasiyat qilg'uchining vasiyati xatolashib yoki qasdlik bilan haqiqatdan chetlanib ketganligini bilib, uningga adolatlik ish qilish to'g'riliq nasihat qilsa, agar nasihat qilinmasa, vasiyatni shariatning ko'rsatmasiga muvofiq keladigan shaklda o'zgartib, vasiyat qilg'uchi bilan vasiyat qilinuvchilarning munosabatini yaxshilab qo'ysa, uningga hech gunoh bo'lmaydi. Sheksizki, Allah bandalarga nihoyat mag'firat qilg'uchidir, ularga nihoyat mehribondir. Ey Allohga, uning payg'ambariga iymon etgan va islom shariatiga amal qiladigan kishilar, taqvolikqa erishishinglar va Allohga toat ibodat qilish orqali gunoh ma'siyatdan saqlanishinglar uchun Allah sizlardan ilgirki ummatlarga ro'zini farz qilgandek, sizlarga ro'zini farz qildi. Allah sizlarga farz qilgan ro'za sanoqli kunlar bo'lib, u Ramazon oyining kunlaridir. Sizlardan kimiki kasal bo'lib, ro'za tutish qiyin kelsa yoki safar ustida bo'lib qolsa, ro'za tutmasimi bo'ladi. Ro'za tutanmagan kunlarning qazosini Ramazondan boshqa kunlarda tutsin. Yashinib qolganlik yoki saqishdan umid uzilgan kasallik sababidan ro'za tutishda taqat qilg'usiz darajada mushaqqat tortib qoladigan bo'lsa, ro'za tutmasimi bo'ladi. Va tutalmagan har bir kuni uchun bir yo'qsilni to'yg'izgudek tamoq fidya berishi lozim. Kimki fidyani belgilangan miqdordan ortiq bersa, bu o'zi uchun yaxshidir. Agar sizlar ro'za tutishning Allohning dargohidagi katta savobini bilsanglar, jafoga chidab ro'za tutish sizlar uchun tutmay fidya bergandan albatta yaxshidir. Ramazon oyi insonlarni haq dinga hidoyat qilish uchun haq bilan botilni ayirg'uchi ro'shan oyatlarni o'z ichiga olgan Qur'on nozil qilinishga boshlagan oydir. Shunga sizlardan kimiki tenisoq, safar ustida bo'lmagan holatda Ramazon oyiga yetishsa, u kunduzlari ro'za tutsin. Kasal yoki safar ustida bo'lib qolgan odamning ro'za tutmasligiga ruxsat qilinadi. Ular tutanmagan kunlarning qazosini boshqa kunlarda tutadi. Allah dinda sizlarga osonlikni va kengchilikni xohlaydi. Taslikni va mushaqqatni xohlamaydi. Bularning hammasi Ramazon kunlarining sonini to'ldirishinglar. Ro'za het kuni Allohga takbir etib, ro'zini oxirlashtirishinglar. Sizlarni hidoyat qilganligi uchun Allohni ulug'lashinglar va Allohning sizlarga ato qilgan hidoyat, tavfiq va osonlik qatorliq ne'matlar uchun uningga shukr qilishinglar uchundir. Ey payg'ambar, mening bandalarim sendan men to'g'riliq so'rsa, ularga deginki, men haqiqatan ularga yaqinman. Menga duo qilsa, men duo qilguvchining duosini ijobat qilaman. Ular din va dunyolik ishlarda to'g'ri yo'l tepish uchun men buyurgan va to'sqan ishlarda menga itoat qilsin va menga ishonsin. Bu oyat Allohning bandalarga to'liq yaqin ekanligini ifodalaydi. Allah sizlarga Ramazon kechalarida ayollaringizga yaqinchilik qilishni halol qildi. Ular sizlar uchun parda va saqlig'ichidir. Sizlarmi ular uchun parda va saqlig'ichisizlar. Allah sizlarning Ramazon kechasida ayollaringizga yaqinchilik qilib, gunoh sodir qilish orqali o'zingizga xiyonat qilganliginglarni bildi. Tavbanglarni qabul qilib, sizlarni afv qildi va bu ishdan sizlarga kengchilikni yo'lga qo'ydi. Endi ularga Ramazon kechalarida yaqinchilik qilinglar. Allah sizlarga taqdir qilgan farzandni talab qilinglar. Toki tong etib, saharning yo'rig'i kechining qorong'uligidan ayrilganga qadar yenglar, ichinglar. Ondan kun petib, kecha kirganga qadar ro'za tutinglar. Sizlar masjidda itikobda o'tirgan chig'inglarda ayollaringizga yaqinchilik qilmanglar va yaqinchilik qilishga elib boradigan ishlarda musaqlaninglar.
Allah sizlarga belgilab bergan bu ahkamlar Allohning halol bilan harom o'ttirsidagi chegaralaridir. Haram ishlarga tushib qolmasliginglar uchun bu chegaralarga yaqinlashmanglar. İnsanlar Allah'tan qo'rqsin va taqvoligini oshirsin deb Allah ularga oyatlarni va ahkomlarni ana shundoq tafsili va ro'shan bayon qilib beradi. Tafsirim muyassar. Bir guruhi ulamolar nashrga tayyorlagan. Tarjima qilguvchi Muhammad Yusuf Muhammad Tursun. Muharrir Abdurrahim Davlat. Korrektor Abdulaziz Aqhun. 2020 yanvar 1 nashri. Teklimakan Uyg'ur nashriyoti tarafidan nashr qilingan. Mikrofon oldida İmran Abdug'ani Sadai. Bu asar avlod detallarida tarqitildi.